Dasturlashni o'rgatib, katta IT kompaniyaga ishga olib kirib qo'yamiz. Qana qilib deysizlarmi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Bugungi qahramonimiz Muhiddin aka hozirda katta IT kompaniya Uzinfocomda backend dasturchi bo'lib ishlab kelyaptilar. Muhiddin akani dasturlashga qiziqib qolishlariga akalari sababchi bo'lgan ekan. Akalarining dasturlash orqasidan katta natijalarga erishganligini ko'rib, dasturlash sohasini o'rganishga qaror qilgan ekanlar. Lekin qahramonimizni dasturlashni o'rganishlari unchalik oson bo'lmagan ekan. Universitetda o'qiyotgan paytlari dasturlashni o'rganishga yetarli vaqt ajrata olmabdilar. Shu sababdan o'qishlarini sirtqiga o'tkazib, o'zlari Toshkentga dasturlashni o'rganishga kelgan ekanlar. Dasturlashni o'rganayotgan paytlari ishga kira olmaganligi uchun chetga ketmoqchi ham bo'lgan ekanlar. Lekin akalari dasturlashni yaxshilab o'rgansang, chetda ham zo'r ish topsang bo'ladi deb o'zlari yo'l ko'rsatibdilar. Keyinchalik tajribalarini oshirib olganlaridan keyin Uzinfocom kompaniyasiga ishga kirgan ekanlar. Muhiddin akadan dasturlashni o'rganishi osonroq yo'li yo'qmi deb so'raganimizda, Uzinfocom Moqoshida ochilgan YouStudy IT akademiyasini dasturlash kurslarida o'qishni tavsiya qildilar. O'shatdek dasturlash kurslarida o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real loyihalar bilan ishlab, dasturlashni 1 yil ichida zo'r o'rganib olsanglar bo'ladi. Stajirovka vaqtida o'zingizlarni yaxshi ko'rsatsanglar, Uzinfocomga ishga ham olib qolishadi dedilar. Agar sizlar ham dasturlashni o'rganib, katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.